Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga Paxtabod tumani katta 2000 kvadratli masjidimizni to'pli pollari hamma yo'q bitta. Shularni bir obzor qilib ko'rsatamiz. Xudo xolasa yurgan holatda sizlarga ichlarini ko'rsatib bilganlik tilayman. Pauzangizni mana gumbazlarini ko'ringlar, mana katta masjid. Bu masjidimizning katerni xonasi, pechkalarimiz teplaman degan katyollardan hozir 70 ga qo'ydik. 36 gradusga chiqdi. 15 minut bo'ldi inshaalloh. Ikkovi ham bir xil. Bu akamiz masalan. Hozir sizlarga yonish jarayonini ko'rsatamiz. Yonish jarayoni. Qo'shma bo'lmadi. İşte garelkalik gibri-sterilkalar yig'ilgan hamma yo'q joyida. O'ta go'zal holatda yig'ilgan. Inshaalloh. Mana rahmatlari hamma yo'q joyida 220 shkali zashtalari. Mana yurtdoshlarimiz masjidimiz 2000 kvadrat, o akfa tomonlari ham shunday egasi hamma to'pli pol bo'lgan. Endi bu yerga gidrokollektor yig'ilgan. Gidrokollektorimiz yig'ilib, mana chistotli nasoslar hamma yo'q joyida, mana klavatlarini qo'lni bo'lib chiqqanmiz. Mana bu yerlarda ham hozir 40 ga chiqqan, nariyadagi graduslar keldi. Realizatorlarimiz, skachoklarimiz o'rnatilgan. Bu yerga gruppa bezopasniy qilib, miyali narsalar yiqqanimiz uchun trihadoylarimiz ham mana chotki ishlayapti. Graduslar pastdagilar hammasi yaxshi. Podacha apparatkalar 5 dan bateriya qilyapti hozir. Endi yoqildi. Dishlamatorlar, filtrlar, kranlar hamma yo'q joyida. Inshaalloh xizmatlar bo'lsa, mana shu raqam nimamizga yozib qo'yamiz. Murojaat qila olasizlar inshaalloh.